Kechiringlar vatandoshlar, sizlar qarab olmabdiman. Achaysam etilib qapti bu. Bugungi leksiyalarimizni boshlaymiz, hurmatli vatandosh. Bugun sizlar 2023-yil 3-oyning oy kechiring 4-oyning 1-kuni. Haftaga juma. Bugun sizlarga so'zlaydigan vaziyatimiz to'g'risida bir eg'iz gap hozir G'arbning tankillari Ukrainaga kirdi va ayrim davlat boshliqlari Kiyev shahriga to'plandi. Bahor fasllik hujum Ukrainaning balki yaqin arada boshlanadi. Vaziyatimizning ikkinchisi vatandosh Yaponiyaning tashqi ishlar vaziri, tashqi ishlar ministri bugun ata Jungoni ziyorat qildigan bo'ldi. Yaponiya bilan Jungo o'rtasidagi ozroq surkilish bahoni shu. Jungoliklar o'z xatir qilmay Yaponiyada shirkat va savdo tijorat bilan shug'ullanayotgan 17 nafar kishi qo'lga oldi. Buning ichida biri yuqori darajalik amaldor. Bu ketdi, bu Yaponiya ziyorat qildi. Hozir endi Tayvanga kelsak, masalan, prezident Tsai Ing-wen Nyu-York shahrida mukofotga erishdi. Mukofotning ismi Dunyoviy rahbarlik kuchi. Mukofoti deyilgan Dunyoviy rahbarlik kuchi mukofotiga erishdi Tsai Ing-wen, prezident Tsai Ing-wen. Jungoni taxi ochig'i yanmadi. Hesapda ehtimal bu Latin Amerikası ziyaretidan qaytib, bu qatam endi Kaliforniyadan Tayvanga qaytadigan yoki Kaliforniyadan chegarada o'tadigan vaqtda balki Amerika Qo'shma Shtatlari Avam palata boshlig'i Kevin McCarthy Kaliforniyaga berib didarlashib ko'rishishi mumkin. Endi yana bir xabarda hozir Ma Ying-jeou Tayvanning sobiq prezidenti Ma Ying-jeou Jungo qarog'ligida sayohat bo'lib o'tayotganda Tayvan masalasiga qandaq masala Jungoning nazarida, Jungo masalasiga qandaq masala Tayvanning nazarida qilch savodi yo'qkan bu to'g'rida bu odamning ba'zida kulka masxirning ichida qoldi. Ba'zida ba'zi gaplarni xato qilib qo'yib, Jungo Kompartiyasi qabul qilmaydigan gaplarni hozir bu kishi cho'ng quruqlikda ana shunday avorchilik ichida. Endi bugun sizlarga yetkazadigan so'zlaydigan leksiyamiz vatandoshim. Amerika Qo'shma Shtatlari Oqsaroy Bexatarlik komiteti Osiyo va Tinch okean ishlari bo'yicha mas'ul amaldori Kurt Campbell. Buna diqqat qilishlar vatandoshlarim, albatta demişki deganda sal sezgörlikka ega leksiyalar va fikrlar gaplar bo'lganda men diqqat qilishlar vatandoshim deb qo'yma vatandosh. Mavzu bunda. Oqsaroy Beijing bilan yangi qiziq liniya va krizisni bartaraf qilish funksiyasi qurish zaruriyati kelganligini ta'kidladi. Mavzuga diqqat qildingizmi vatandoshim? Qarang, yana bir o'qib. Oqsaroy Beijing bilan yangi qiziq liniya va krizisni bartaraf qilish funksiyasi qurish zaruriyati yetib kelganligini ta'kidladi. Mavzuli xabar 4-oyning 1-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington Oqsaroy bir nafar yuqori darajalik amaldor haftaning 4-kuni payshanba mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo munosabatiga eng tuvan chekda tirishchanlik ko'rsatishi texi bir natijaga erishalmadi. Lekin kelgusi bir necha oy Beijing bilan diplomatik munosabatni qayta qurish tirishchanligi ishqa oshmamdi. Oldimizdagi bir necha oy ichida belgilanadi. Bu nafar amaldor ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo o'rtasida so'g'oq munosabatlar davridagiga o'xshash qiziq liniya va krizisni bir taraf qilish funksiyasi qarashimiz kerak.
Endi gap cümle bundan mı artık uçak aşkarı bulmaydı vatandaşım. Tushundingiz mi? Kengaytib şeklinde, bağlap tasavvur qilish şeklinde. Yani Kurt Campbell'ning bir cümle sözünü Jungo'nun hozirgi vaziyatiga bağlap turib tasavvur qiling vatandaşım. Qarang. Bu nafar amaldor ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo o'rtasida sovuq munosabatlar davridagiga o'xshash qizil liniya va krizisni bartaraf qilish funksiyasi qurishimiz kerak. Buni qo'yib turaylik, tunigili sözüldük. Hozir Amerika Jungo munosabati sovuq munosabatlar urushi davriga kirib keldi. Yeni sovuq munosabatlar urushi davriga kirib keldi dedi. Hozir Kurt Campbell'ning bu sözünü aşı vaziyatga to'g'rilab ko'ring vatandosh. Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen New Yorkda chegaradan o'tganda Amerika Jungo munosabatining jiddiyligi yana o'rlab ketdi. Aqsaray Bexatarlik komiteti Osiyo Tinch okean ishlarini moslashtirish amaldori Kurt Campbell Washingtonda bir qatam ochiq nutq so'zlaganda mundaq ko'rsatdi. Amerika taraf nayt ochiq qilib Jungo tarafga aytib berdiki, Amerika taraf Prezident Joe Biden bilan Reis Xi Jinpingning telefon suhbati elib berishiga allaqachon tayyorlanib qo'ydi. Biz allaqachon tayyorlanib qo'ydik. Ikki qatam takrorlab turjimi? Tayyorlanib qo'ydi. Biz allaqachon tayyorlanib qo'ydik. Biz maydonimizda chiqish qilganda ushur aloqa yo'llarini saqlashni umid qilamiz. Biz bu aloqa yo'llarini saqlashni o'ylashyapmiz. Altındaki cümleler vatandaşı her birisi birisigen al, her bir cümle birisigen al, her bir cümle bir uçur vatandaşım. Bu sözlerine Reuters agentliği nakil keltirip, bu sözlerini Reuters agentliği Kurt Campbell'ning sözlerinden nakil keltirip, yuqorqidek xabar qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden o'tgan oyda Amerika armiyasi yuqori havo bo'shlig'ida bir dona jasuslik havo sharini urib tushirgandan keyin o'zi mundaq ko'rsatgan edi. Men telefon berib, Xi Jinpingning bu voqeani aniq tushuntirib qo'yishini muhokama qilaman. Lekin bir oydan beri Prezident Joe Biden Reis Xi Jinping bilan telefonda so'zlasholmadi. Amerika Jungo munosabati davomli jiddiylashdi, yomonlashdi. Osiyo Tinch okean ishlarini moslashtiruvchi amaldor Kurt Campbell mundaq ko'rsatdi. Jungo taraf o'zaro ishonch, ushur aloqa yo'llari, qiziq liniyasi tiklashni muhokama qilishni ancha xohlamayotdi. Uning ustiga ishki davlat armiyasi, Jungo armiyasi, ya'ni Amerika armiyasi orliqni yaqin qoldirib mashg'ulot ilib berayotganlikdan, mayli havoda, mayli dengizda. Ishki davlat armiyasi orliqni yaqin qoldirib mashg'ulot ilib berayotganlikdan bu jihatda taqobil turish funksiyasi qurish albatta bir turlik mas'uliyatchan tadbirdir. Ve soğuk munosabatlar urushi davrida shunday qilgan edik. Tushundingizmi vatandoshim? Biz soğuk munosabatlar urushi mezgilida shunday qilgan edik. Ya'ni Rossiyaga shunday qilgan edik. Biz soğuk munosabatlar urushi davrida shunday qilgan edik. Men shunday hisoblaymanki, bu tadbirlar hozir ham muvaffaq keldi. Vah vah vah. Ala sharingni. Bu tadbirlar hozir ham muvaffaq keldi. deb ko'rsatdi Oqsaroy Davlat bexatarligi komiteti
Asiya Tinch okean işleri bo'yicha moslashtiruvchi yuqori darajalik amaldor Kurt Campbell. Reuters Kurt Campbell'ning so'zlaridan naql keltirib, mundaq ko'rsatdi. Amerikada lazer Jungo bilan raqobatlashish munosabatida yepyangi bir bosqichga mezgilga kirib keldi. Amerikada lazer Jungo bilan raqobatlashish munosabatlarida yepyangi bir mezgilga yoki yepyangi bir bosqichga kirib keldi. Ama biz sizlarga leksiyada so'zildik. Moskvada biron bir kishi shundoq degan edi, masalan, prezident Vladimir Putin Rossiya bilan Jungoning munosabati yangi bir bosqich, yangi bir mezgilga kirib keldi degan edi va bayonotida shuni ta'kidlagan edi vatandosh. Demak, Rossiya Jungo munosabati yangi bir bosqichga kirib keldi. Kurt Campbell efendi deydi, hozir Jungo Amerika munosabati yangi bir bosqichga kirib keldi. Muhokama